ikkinchi qism. Әтісі падишах bir bahani tepib, O'nqul vazirning qizi Gülambarni ko'rib yiqibdi. Gerçi vazirning qizi Gülambar uncha soyib jamollardan bo'lmasimi, qosh ko'zlari joyida chiroyli bir qizgan. Padişahning ko'nglida o'g'il farzandlik bo'lishdan iborat kuchli bir orzusi bo'lganligi uchun vazirning qizi Gülambar padişahning ko'ziga texmi go'zal ko'rinib ketibdi va uzun o'tmayla O'nqul vazirga ma'qulligini bildiribdi. Bu ishlardan xabar topgan So'lqul vazir darhol padişahning oldiga kirib so'zlashga ijozat so'rabdi. Va padişahning ijozatini olgandan keyin Alileri, ben sizning bu güzel arzularının amalga eshishini shunchalik arzu qilaman. Lekin o'zlari ko'rgan tushlarni bizga aytib bergan chaqda Kesaljon, qeri, ojiz bir bovoyning yolg'iz qizini amirlarga elishlari kerak ekanligini aytgan edilar. Halbuki O'nqul vazirning qizi Gülambarni olsalar, tushlarning reallikqa aylanishiga ta'sir bo'lib qolarmi deb o'ylab qoldim. "Qo'ying bu gapni", debdi podshoh qopiqini turib. "Men bu ishni allaqachon qaror qilib bo'ldim. Mening qarorimga qarshi chiqmoqchimisiz?" Yo'qsa oliylari, hadim emas. So'lqul vazir beshini egib podshohning oldidan chiqib ketishga ijozat so'rab, o'z qasriga qaytibdi va beshini chayqab, umidsizlangan holda ulug' kichiktinibdi. Bir necha kun o'tmayla podshoh dag'dug'li holda 40 kecha kunduz to'y qilib, O'nqul vazirning qizi Gülambarni amriga oldi va Gülambarga: "Agar menga o'g'il tug'ib bersangiz, sizni darhol cho'ng xonishlikka ko'tiraman. O'g'limiz valahdi bo'ladi. Eng oliy izzat ikromdan bahramon bo'lasiz", deb ulug' va go'zal va'dalarni beribdi. Kunlar o'tib, oylar o'tib, Gülambar ikki qat bo'libdi. Padişah o'g'il farzand ko'radigan shu kunni intizorlik bilan kutibdi va kutgan kunmi oxiri yetib keldi. Gülambarning oy kuni to'shib bir qiz tug'ibdi. Bir o'g'il bovoqning xush xabarini kutib turgan padişahning bu xabarni anglab arvoyi uchibdi va ochchig'ida necha kun qabulxonaga chiqmabdi. Yenidan dunyoga kelgan qizini ko'gilimi bormabdi. Planı amalga oshmagan O'nqul vazir qattiq xijolat ilikida padişahning oldida beshini ko'taramay o'zini qochirib yuribdi. Kunlar o'tgandan keyin padişahning asta-asta achchig'i yenib, bu reallikni qabul qildi va o'zining 7-qizini quchqiga oldi. Bir yildan beri o'zidan boshqa 6 xonishni hasad o'tida puchilab, holini cho'ng qilib, mag'rur to'zda qanot quyruqlarini yeyib, kerilib yurgan xonish Gülambar intayin bearam bo'ldi. Chunki podshohning 1 yildan beri qilib kelayotgan shirin shekar so'zlari, va'dalari qayta tilga elinmabdi. Gülambar to'qal xonish bo'lib qelaveribdi. Kunlar o'tibdi, oylar o'tibdi. Padişahning kayfiyatimi asta-asta joyiga tushibdi. Padişahning 7-qizi tug'ilib 1 yildan keyin O'nqul vazir yana xushomat taxsini ko'tarib, padişahning kayfiyati yaxshi bir paytni tanlab, padişahga mundaq debdi: "Ming qatra, 100 ming qatra afsuski, mening qizim o'zlariga o'g'il tug'ib berolmay qoldi. Bu sababdan kamini to'limi xijolat bo'ldim oliylari. Ko'ngillarining ba'zida shu o'g'il farzand tufayli parishon bo'lganligini bilaman. Bu so'zni qayta tilga ilib, o'zlarining ko'ngillarini bearam qilmoqchi emasman oliylari. Sizlarning g'amlarini o'zimning g'imi deb bilganim uchun shuni demay turamidimki, o'zlari bu yurtning otisi, butun mamlakatning barcha narsalari o'zlari uchun pido. Agar zarur bo'lsa, butun mamlakatni oqtirib, Gülambar ismli qizlarning hammasini tepib kelishmi, uncha qiyin ish emas. Mening qizim o'zlariga o'g'il tug'ib berolmagan bo'lsa, Gülambar ismli boshqa qizlar o'g'il tug'ib berishi mumkin-ku. Shuning uchun bu ishni yana bir qitim o'ylashib beqishlarini tavsiya qilaman oliylari." So'lqul vazirmi O'nqul vazirning so'zini quvvatlabdi. Vazir azam to'g'ri deydi.
tushlarda ko'rgan heliqi bovayning degini bo'yicha heliqi kasalchan ojiz bovayni izlab baqsaq. Yo'q gapni qilmang vazir. Oliylari xolisa jahonda Gulambar ismli qiz kammi? Ha? Har qaysi jihatdan oliylarga mos keladigan bir qizning tepilganligiga shaksiz ishonaman. Bo'ldi. Qanday qilishni o'zim bilaman. Buningga sizlarning boshqa turishinglar behojat. Vazirlar chiqib ketgandan keyin podshohmo bu masala haqida o'ylanib qoldi. O'g'il farzandlik bo'lish ishtiyoqi qaytadan uning as-hoshini egilab, yuraklari shu orzu ilikida qayta tipirlashga boshlabdi. Ammo orqadilla agar yana qiz tug'ilib qolsa-chu degan xiyolmi darhol paydo bo'lib, podshohni beorom qildi. Qayta o'ylangandan keyin qandaqli bo'lsin, yana bir qitim sinab boqay degan qarorga keldi podshoh. Sol qo'l vazirining bu ishga bakla astoydil muomala qildiganligini bilganligi uchun podshoh sol qo'l vazirga bildirmay, o'ng qo'l vazir bilan ayrim maslahatlashib, o'rdida xizmat qildigan bag amaldorlarning orasidan Gulambar ismli qizi bolani izlashga boshlabdi. Uzoq o'tmayla Gulambar ismli yana bir qiz tepilibdi. Bu qiz o'ng qo'l vazirining qizi Gulambarga qaraganda xeyli chiroyli, aqlli va chechan qizgan. Podshohningmi tezlab bu qizga mehri tushib, uni o'z amriga elishni qaror qildi. To'yning xabari sol qo'l vazirining quloqiga yetgandan keyin sol qo'l vazir podshohga yana bir qitim tush bovayning so'zlarini eslatmoqchi bo'ldi. Biroq bu qitimmi o'xshashla podshohning rad qilishiga uchrabdi. Ko'p o'tmay dog'dug'i bilan to'y marikasi o'tkazilib, podshoh bagning qizi Gulambarni amriga oldi. Va bu Gulambargami o'ng qo'l vazirning qizi Gulambarga berganga o'xshash tatliq va'dalarni berib, uningdan o'g'il farzandlik bo'lish umidida bo'ldi. Podshoh kun sanab o'tkazgan 9 oy, 9 kunni to'shib, bagning qizi Gulambarmi bir qiz tug'ibdi. Shu kundan boshlab podshohning demi ichiga tushib, jimiblik ketibdi. Mijozi o'zgarib, kayfiyati buzilib, tars olishib, bir necha oy ushshaq-tushak ishlog'imi chechilib, ochchiqlab yuribdi. Bu jarayonda sol qo'l vazir ehtiyotchilik bilan nurg'un amallarni ishlatib, kuchining yetishicha podshohning kayfiyatini tangshab turibdi. Shunda qilib podshohning 8 malikasi bor bo'ldi. O'g'il farzandlik bo'lishdan umidsizlangan podshoh xonishlardan mehri sovib, oylab haramxonlarni yo'qlamas bo'ldi. Kunni qo'g'lishib, oyga ulishib, oylar yilni to'ldiribdi. Podshohmo asta bu ko'ngilsizliklarni unutishga boshlabdi. Bir kuni sol qo'l vazir podshohning oldiga kirib so'zlashga ijozat so'rabdi va podshohning ijozatini olgandan keyin: Oliylari, shikarga chiqmaganimizga xeyli uzun yillar bo'lib qoldi. Agar xolisizlar, ikkimiz puxroch kiyinib, al orlab, tövendiki amaldorlarning xizmatlarini ko'zdan kechirgach, oylanib ko'ngil echib kelsak qandoq deylar? Ikkimizla borayli, boshqalarni ilvomayli. Shunda qilganda erkin azodi yurgili bo'ladi. Podshohmo vazirning bu maslahatini qabul ko'ribdi va ordining ishlarini o'ng qo'l vazirga topshirib, tayyorlik qilib sirqi chiqibdi. Sol qo'l vazirning asli maqsadi podshohning tushida tilga elingan Gulambar ismli qizi bor, heliqi kasalchan ojiz bovayni izlab beqish ekan. Garchi u qanday qilib izlab tepishni bilmasimi, har holda al aralashning bu ishga foydasi tegib qoldiganligini ko'zda tutibdi. Ular shahardan chiqib, bozor, yezi qishloqlarni aylanishga boshlabdi. Bir necha kun o'tgandan keyin ular bir yezning bozorida yo'l bo'yidagi nimanidir ko'rishga hayajon bilan intilayotgan kishilar to'piq duch kelibdi va ularni qiziqib qoldi. Ular kishilarni orlab, ming bir tasdiqda kishilarning oldiga o'tibdi. Yo'lning bo'yiga bir karvat qo'yilgan bo'lib, karvatning ustida qeri bir bovay ko'zini ochmay yotgan ekan. Karvatning yanida bir qiz tizilib o'ltiribdi. Qizning yanida bir murojaatnoma tiklab qo'yilgan ekan. Murojaatnomada mundaq deyilibdi: Salom sizlarga.
Ey Pişamşanның hürmetlik puhralari. Men dadamның yalğız kızı bolaman. Dadam ağır kasalga giriptar bo'lib qoldi. Tiyiplarga ko'rsatsam, nihoyat ko'p pul ketadiganligini aytdi. Qo'limda bari yo'qning hammasini sotdim. Biroq yanada dadamning kasalini davolashga yetmadi. Çaresiz qolganligim uchun bu murojaatnomani chiqardim. Dadam meni kichigimdan nihoyat yaxshi tarbiyalagan, yaxshi o'qitgan. Qo'limdan oilaning, et-zeriqning har qanday ishlari keladi. Buningdan boshqa kiyim tikish va kashtichilik hunarim bor. Sizlarga to'limi xijolat va tovanchilik bilan shundoq demoqchimanki, oranglardan kim dadamning kasalini davolashga yordam bersa, men o'zimni shu kishiga atayman. Mayli u kishi yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, umrimning oxirigacha jon dil bilan xizmatini qilaman. Hattoki zarur tepilsa, jonini shu kishi uchun qurbon qilishga kirpikimni qimirlatmasdan rozi bo'laman. Tizlanib, yerdan beshini ko'tarmay o'ltirgan qizning ko'zlaridan to'xtamay yoshlar sirg'iyotgan ekan. Vazir bilan podshoh bu ahvolni ko'rib xursingan holda bir-biriga qarabdi. Podshoh asta qizning oldiga berib debdi: "Qizchaq, beshingizni ko'taring." Qiz xijolat ilikida asta beshini ko'taribdi. Podshohning yuragi qart qilib qopdi. Chunki bu qiz podshoh o'z umrida uchratgan eng go'zal qizgan. Podshoh nima qilishni, nima deyishni bilolmay bir lahza ketib turib qopdi va bir ozdan keyin esiga kelib so'rabdi: "Ismingiz nima?" Ismim Gülambar. Bu gapni anglagan podshoh o'zini sezmasdan bir ikki qadam kayniga dojib ketibdi. Sol qo'l vazir podshohning mo'risini tutibdi va ko'zlariga ma'nili qarab debdi: "Oliylari, o fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymag'aylar." Podshoh yanchuqidan bir hamyonni chiqaribdi va qizga sunibdi. "Qizchaq, buni eling. Bu hamyonning ichidagi pul bilan dadangizning kesilini davolting. Dadingiz saqaygandan keyin bu hamyonni elib, o'rda darvozasiga berib meni izlang." Debdi va qizning ko'zlaridan xushalliq yoshlarini to'kib, ta'zim qilib turib, hashqalla aytishlarini saqlamasdan kishilar to'pini arlab chiqib ketibdi. Gülambar darhol o'rnidan turib, boshqalarning yordamida bovayni Tivibning qishig'iga opiribdi. Pulni ko'rgandan keyin Tivibning eng yaxshi usul choralar va eng yaxshi dorilar bilan bovayning kesilini davolabdi. Uzoq o'tmayla bovayning salomatligi asliga kelishga boshlabdi. Bu arada bir oyga yaqin vaqt o'tibdi. Bovay asliga qaytgandan keyin qizi Gülambardan so'rabdi: "Qizim, bana rost gapingizni ayting. Meni davolatadigan pulni zodi qayerdan topdingiz?" Gülambar dadisiga yuz bergan ahvollarni aytib beribdi. Bovay ko'zlariga issiq yosh elib: "Meni kechiring qizim. Sizni qiyin ahvolda qoldirib, bu ishlarga majbur qilib qo'ydim. Lekin qizim, shu esingizda bo'lsinki, men sizni ko'nglingiz xolamagan odamga hargiz yotlik qilmayman. Kesilimni davolatish uchun mayli qanchalik pul ketgan bo'lishidan qat'iy nazar, umrimning oxirigacha qo'lchilik qilib bo'lsam, bu qarzni to'layman." Yo'q dada. Men u kishiga yotliq bo'lishga chin ko'nglimdan rozi. Yot kishilarga shunchalik xayrixohlik qila olgan odam. Ishonamanki, cho'qim yaxshi odam. Men hargiz baxtsiz bo'lib qolmayman dada. Mendan hargiz ansiraman. Gülambar oxiri dadisini xotirjam qilibdi va bir kuni tayyorlig'ini qilib, hamyonni elib o'rda darvozasi oldiga keldi. Darvoza valla ularning oldini to'sibdi. "Kimni izdaysizlar?" Gülambar yenidan hamyonni chiqaribdi va Musha hamyonning egisini izlaydiq. Podshohning hamyonini ko'rgan o'rda muhofizatchilari darhol egilib hurmat bildiribdi va ularni izzat ikrom bilan o'rda ichiga boshlabdi.
Bu ahvolni ko'rgan Gülambar va dadisi bu hamyonning egisi o'rnida nihoyatda hurmatlik, yuz obro'liq bir amaldor bo'lsa kerak deb o'ylabdi. Ular to'limi ko'rkam yasidaq bir saroyga boshlanibdi. Podshoh ularning kelganligidan xabardor bo'lgandan keyin o'rnidan chachirab turibdi. Gülambar oxir kaptida, debdi u hayajon bilan. Podshoh yugurib bir qancha qadam mangandan keyin to'xtab qopdi va kayniga yenib, shohliq to'nini selib, amaldorlarcha kiyinib, Gülambar boshlangan saroyga kirib ketdi. Gülambar bilan dadisi darhol o'rnidan turib, podshohga hurmat bildirib salom qildi. Namanshah o'zining podshoh ekanligini chandırmaslikka tirishib, oddiy so'z ishoratlar bilan ularning salomini ilib, bovayning salomatlik ahvolini so'rab bo'lgandan keyin Gülambarga tikilib mundaq debdi. Gülambar, siz rostilla va'dangizga amal qilish uchun bu yerga rozlik bilan keldingizmi yoki o'zingizni qarz tufayli majburlayapsiz? Gülambar nihoyatda hijolat iligida yerdan beshni ko'tarmay turib, o'zining tamoman chin ko'nglidan rozi ekanligini aytibdi. Podshohmi ularga o'z ko'nglini bildiribdi. Gülambarning dadisiga saroydan ish tepib berdiganligini, Gülambarning birinchidan bu saroydan chiqmasligi kerak ekanligini, ikkinchidan o'zining shaxsiy ishlariga aralashmasligi va so'ramasligi kerak ekanligini aytibdi. Gülambar va uning dadisimi buningga xushallik bilan ma'qul bo'ldi. Bir necha kundan keyin podshoh oddiyli to'y murosimi o'tkazib, Gülambarni amriga oldi. Gülambar shu kundan boshlab saroydan zodili chiqmabdi. Namanshahning qayerda nemish qildiganligini so'rashga petinamabdi. Namanshah hatto Gülambarga o'zining ismining nima ekanligini aytmabdi. So'risimi aytib bermabdi. Gülambar Namanshahni faqat begim deb chaqirdi ekan. Uzoq o'tmay Gülambarmi qo'rsoq ko'tiribdi. Kun bo'yi saroydan chiqmay o'ltiradigan Gülambar to'limi zerikib ketibdi va bir kuni Namanshahdan kashta ishlash uchun raq va yip akilib berishni o'tinibdi. Namanshah Gülambarga o'rdining